Seferni tezroq olishi imkoni bormi o'zi? O'quvchilarda kutilmasa qanaqadir magic bo'lishi kerak. 10.000 plus 10 marta sanasangiz oshmaydi-ku baribir. Ko'zi ko'rib turgan narsani inglizchasini bilmayaptimi, demak yodlash kerak. General English ko'pchilik grammatika deb o'ylaydi. Yozib oshirib bo'lmaydi, speaking, writing qilmayapti-ku. Birinchi gapirib olish kerak, keyin uni ustida ishlash kerak. Video ko'radi, 8 olgan yoki 7 olgan odamni ko'radi, dofamin oshadi, bosaman deydi. Listeningda bizda 6 ta part bo'ladigan bo'lsa, 6 ta partni qanaqa qilib yetish bo'yicha bitta ustoz 2 ta darsni bemalol tushuntirib beradilar o'quvchiga. Kimdirlarga olish qiyin bo'ladi. Ya'ni bu o'quvchining aybi emas. To'ylarga bormasdan, mahallaga qo'shilmasdan, unaqa narsalar qilmaslik kerak deb o'ylayman. Va unaqa uzilib olmaslik kerak. Assalomu alaykum qadrli Seferzon kuzatuvchilari, qadrli Seferga tayyorgarlik ko'rayotgan, ingliz tilini o'rganayotgan yoshlar. Biz Seferzon jamoasi bilan birgalikda bir yaxshi bir niyat bilan mana shu podkast boshlayapmiz. Bu podkast bitta son bilan o'zi tugaydimi yoki podkastlar seriyasi bu uzoq davom etadigan bir seriya bo'ladimi bilmaymiz. Lekin biz bitta narsani bilamiz, Seferga tayyorgarlik ko'rayotganlar orasida bo'ladigan muammolarni olib chiqamiz. Har xil tomondan atroflicha muhokama qilamiz va sizlarga ajoyib yechimlar berishga harakat qilamiz. Bugun men bilan Abdulboriy ustozimiz va Xurshidbek ustozimiz mana shu muammolar haqida gaplashamiz. Demak, boshlaymiz. Abdulboriy, Xurshidbek, kelinglar birinchi navbatda mana shu mavzuni boshlashdan oldin o'zimiz haqimizni tanishtirsak, ya'ni o'zi bu ingliz tilini o'rganayotganlarga nimadir maslahat bera olamizmi? Seferga tayyorgarlik ko'rayotganlarga nimadir bera olamizmi? Shuning uchun birinchi navbatda o'zimizni birinchi bildiraylik. Bu sohada o'z tajribamiz bormi? Shu haqida ozgina ma'lumot bersanglar. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Abdulboriy. 4 yildan beri ingliz tilidan dars berib kelaman. Oxirgi 1 yil muddat ichida Seferzon jamoasida ishlab kelyapman. Hozirgacha 100 dan ziyod B2 va C1 natijalar chiqarishga ulgurdim. Menda hozircha shu. Ustoz, sizlar-chi? Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Xurshid. Ingliz tili sohasida 3,5 yildan beri ishlab kelaman. Shu Seferzonda Abdulboriy ikkalamiz bir xil vaqtda ish boshlaganmiz. Shu paytgacha bizda ham shu 100 ga yaqin B2 va C1 natijalar chiqqan. Hozircha shular o'zimiz haqimizda. Ustoz, savollaringiz. Demak, bugungi podkastimizda ko'rib turibsizlar, tajribali ustozlarimiz bilan demak podkast olib boramiz. Menda ma'lum bir savollar bor. Aynan Seferga tayyorgarlik ko'rayotganlarga qiziqarli bo'ladigan savollar bor. Shularni ko'rib chiqamiz. O'zi kelinglar birinchi navbatda multi level test haqida chuqurroq bir gaplashib olsak. Multi level o'zi qanaqa test? Nima uchun uni olishimiz kerak o'zi? Uni olishda qanaqangi muammolar bo'lishi mumkin? Mana shu haqida birma-bir gaplashsak. Multi levelda o'zi birinchi O'zbekistonga kirib kelishini gaplashadigan bo'lsak, multi level kelgungacha O'zbekistonda Sefer testi bo'lgan, ya'ni Sefer deb nomlangan. Ya'ni national, ya'ni milliy sertifikat bo'lmagan. 2022-yilda birinchi martdan boshlab O'zbekistonda multi level testlar o'tkazishni boshlagan. Undan keyin sekin-sekin fransuz tili, xitoy tili, yana boshqa tillardan yana xuddi shunaqa milliy sertifikatlar qo'shilgan. Demak, o'zimizni milliy bu imtihon ko'pchilik adashadi, o'sha Sefer bu boshqa, umuman boshqa test. Yevropaniki. Multi level bu O'zbekistonning milliy sertifikati bo'ladi. Shu oldin Sefer bo'lganligi uchun adashtiriladi-da, ko'pincha holat. Yaxshi, o'zi o'sha oldingi Sefer bilan hozirgi multi levelda qanaqa farq bor o'zi? Baholashda farqi bor. Oldingi Sefer bo'lgan paytda ustozlar emas, umumiy topshirayotgan paytda bo'lib topshiriladi. Ya'ni misol uchun B1 olmoqchi bo'lsangiz B1, B2 bo'lsa B2, C1 bo'lsa C1. Ya'ni o'sha darajada bo'lsangiz, o'shanga moslab topshiriladi. Hozir bitta multi level. Ya'ni siz kategoriya tanlagansiz o'xshab, oldin tanlagansiz. Hozir bitta borasiz, selday bo'ladi, hamma topshiradi. Ya'ni hozir bitta borasiz, darajasi qaysi bo'lsa, shuni olib o'shani olib chiqaverasiz. Oldin demak darajani o'zingiz tanlagansiz oldin. Misol uchun men B2 darajani qo'lga kiritish uchun topshiraman degan narsa to'ldirilgan, keyin topshirib. O'sha joyda C1 olib qo'yasiz-chi? Darajasi C1 olib qolsa. B2 chiqadi. Baribir. Yo'q, u imtihon topshirganingizda o'sha darajangizga mos savollar beriladi. Ya'ni maksimal hozir aralashtirib multi level bo'lib ketdi. O'sha level multi. Zo'r. Yaxshi. Nechta section bor o'zi multi levelda? IELTSga o'xshash 4 ta sectionimiz bor. Listening, reading, speaking and writing. 4 ta sectiondan iborat. Yaxshi, o'zi mana IELTS bilan multi level bo'yicha ko'p solishtirishadi o'quvchilar, ya'ni qaysi biri o'zi qiyin aslida? Multi levelmi yoki IELTSmi? IELTS o'qiydiganlar multi level qiyin-da, men shuning uchun IELTS topshiryapman, qimmat bo'lsa ham deyishadi. Multi level o'qiydiganlar, multi levelga tayyorgarlik ko'radiganlar, IELTS qiyin, shuning uchun multi level o'qiyapman deyishadi. O'zi qanaqa o'zi? Nima deb o'ylaysizlar? Meni o'ylashim bo'yicha ba'zi o'quvchilarga nimaga IELTS osonroq, chunki IELTS bizda anchadan beri bor. Ya'ni muddat ancha cho'zilgan. Multi levelga mana endi 4 yil, 4-yil ketyapti. Bu degani bizda hali u darajada misol uchun multi level rivojlanmagan, keng tarqalmagan. Ya'ni multi level bo'yicha haqiqiy examinerlar misol uchun bizda
yo'q hali hech kim bilmaydi. Lekin misol uchun IELTSda bor, to'g'rimi? Biz taniydigan ekzaminerlar, ya'ni yo'l yo'riq ko'rsatadigan odamlar bor. Shuning uchun ba'zi o'quvchilarga multi-level qiyinroq tuyulishi mumkin. Lekin ya'ni u bilmagani uchungina xolos. bilmagani ichiga kirib bo'lmagan. Asliyat qanaqa o'zi? Ana ichkarida savollar Asliyati- deymizmi? Ha. Seksiyalar bo'yicha qanaqadir nima deydi? Bilim darajasi deymizmi? O'sha bo'yicha qanaqa vaziyat? Men o'ylayman, asliyat o'sha hozir aytganingizdek, aslida menimcha sifir mana shu multi level sal osonroq tuyuladi menga IELTSdan ko'ra. Chunki tayyorlanish muddati ozroq bo'ladi IELTSga qaraganda. И nima deydi, qilinadigan mehnat ham IELTSdagidek talab qilmaydi meni fikrimcha. Chunki bir oyda natija qilganlar bo'lgan, 2 oyda natija qilganlar bo'lgan. Qanaqa darajada boshlagan bir oyda? Pre-intermediate darajada. O'sha general English'i o'sha qaysidir darajaga chiqqan, mana shu paytdan boshlaganda sifir do'rganga topshirib olib chiqqan bemalol. Siz aytmoqchisiz, aslida ko'p ham vaqt ketmasligi mumkin tayyorgarlik ko'rishga. Demak, men o'ylayman, multi level testi bu shoshib, tezroq nima desam ekan, tezroq daraja kerak bo'lgan odamlarga ancha mos. Shunaqa? Zo'r. Qarang, mana shuncha harakat qilib ham yetarli ballni ololmayotganlar bor va B2 ololmayotgan yoki C1 ololmayotganlar bor. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Multi levelda yuqori ball olish uchun nima qanaqadir ko'nikma kerak bizga? Nima qilishimiz kerak? O'quvchilar orasida ko'p anaqa, ya'ni tarqalgan fikr bor. To, что seformatsiya bajarsam, testlar ishlasam, Ya'ni practice qilinsa, meni ballim oshadi. Hop, oshishi mumkin, lekin juda uzoq muddatda. Chunki bu men o'sha o'quvchiligimda qilgan eng katta xatoyim. O'zim 8 oy bir xil natijada turganman men. Ya'ni shu narsani ham o'zim o'quvchilarimga ham, boshqalarga ham aytaman. Ya'ni practice ishlash, test qilish umuman balni oshirmaydi. Ya'ni o'sha qayta imtihon topshirib, umuman emas. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri oshirmas, lekin ozmuncha bo'lsa ham yordam bermaydimi practice qilish? Practice qilish Bunday holatda 10,000 plyus bor cho'ntagingizda. 10,000 plyus 10 marta sanasiz oshmaydi-ku baribir. Siz endi pulni ko'paytirish uchun ishlash kerak-ku. Yo'qda endi testni oshirish uchun practicedan keyin analiz qilish kerak. Yuqori ball olish uchun, demak, inglizni o'zini kuchaytirish kerak. Faqat testgacha o'rmaslik. Xo'p, mana shu joyda general English degan tushunchada hamda har xil tushuncha bor-da. General English ko'pchilik grammatika deb o'ylaydi. Nima sizlarning messajlar shunaqa deb o'ylaydigan bolalarga? General English 6 ta qismdan o'zi iborat bo'ladi. Ya'ni vocabulary, grammatika, listening, reading, writing and speaking bo'ladi. Ya'ni bu General English deganda o'tirib olib kitobda grammatik qoidalar yodlash, so'zlarni yodlash emas faqat. Ya'ni o'shalarni ya'ni real life'da ishlatish, ya'ni eshitish, o'qish, yozish, gapirish, o'rgangan narsasini qo'llash bu General English o'ylayman. Sizda Asli shunaqa rostdan. Ya'ni imенно grammatikaga fix qilinmaganda general English. Ya'ni komponentlari ko'p, hozir ustoz masalan o'tganda 6 ta komponenti bor. Ya'ni bittagina grammarda o'ziga cheklanmagan narsa. O'sha 6 ta komponent. Nomidan ham bilsa bo'ladi. General ingliz tili. Xo'p, demak, general English bu faqatgina grammatika emas, bu 6 ta skilldan iborat bo'lgan umumiy bir ingliz tilida konsepsiyasi hisoblanadi, tushunchasi hisoblanadi. Buni kuchaytirishlik uchun xo'p nima qilishsin bo'ladi? 6 tasi bo'yicha ham qanaqadir yo'l yo'riq bormi, kitob bormi, nima qilishsin bo'ladi? Endi bu uchun biz Seferzonda biz xuddi shu tizimni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni ko'pchilik o'sha aytilayotgan stereotip, faqat grammar degan narsa, bizda unaqa narsa yo'q. Tizimimiz qanaqa desa, xuddi shu 6 ta komponent bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni o'zimizda shaxsan kitobimiz bor, o'zimizga taqdim qilingan. Va xuddi o'sha kitoblarda ichida biz mana shu 6 ta qism bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni faqatgina grammar bo'lmaydi, o'sha beginner darajadan kelgan bola o'sha speaking qilishni boshlaydi. Birinchi dars o'zidanoq. Birinchi dars o'zidanoq reading qilishni boshlaydi. Birinchi dars o'zidanoq eshitishni boshlaydi, o'qishni boshlaydi. Ya'ni shu general English ishlashni boshlaydi. Beginner darajadan o'zidayoq. Yaxshi. Seferzonda o'qiy olmaydiganlar qanaqa maslahat beramiz endi? Mana deylik speakingga to'xtalaylik. Speaking general holatda o'stirish uchun nima qilishimiz kerak? Speaking general holatda o'stirish uchun savollarga tayyorlanmaslik kerak. Ya'ni ko'pchilik qilgan xatosi savollar ochib oladi. Ya'ni mana bu savollar tushyapti ekan, bular tushar ekan, shu savollarga javob beraman deb. Yo'q. Navrot o'zi gapirolmaydigan og'izga qanaqadir so'z, vocabulary bilan tayyorlanish bu 2x pressure beradi. Undan ko'ra birinchi gapirib olish kerak, keyin uni ustida ishlash kerak. Ya'ni gap bor-ku, birinchi boshla, keyin yaxshilaysan degan. Ya'ni birinchi o'zi boshlab olish kerak. Gapirishni boshlash kerak birinchi o'rinda, keyin uni yaxshilash kerak. Juda ham yaxshi. Xo'p, speakingda demak ko'proq gapirash kerak ekan, ya'ni yaxshilashni o'ylamasdan, erkin mavzuda gapirishimiz kerak menimcha. Asli o'sha
ko'pchilik anaqa o'ylaydi, ana 9 olganlardan maslahat so'raydi kimdirlar o'sha kuchli ustozlardan so'rayman, shu 10 yil, 15 yillik tajribasi bordan so'rayman maslahat deydi-da. Listeningni oshirish uchun nima qilish kerak? Mendan ko'pchilik so'ragan, listeningni ma'nosi nima deyman? Eshitish deydi. Bo'ldi, mana senga yechim desam, g'alati qarab ketadi menga. Speakingni nima qilish kerak? O'zi asli mohiyatini tarjimasiga qarasak, speaking gapirishda, speakingni yozib oshira olmaymiz. Ko'pchilik qo'shimga aytaman, speaking bersam yozib keladi. Yo'q, yozib oshirib bo'lmaydi, speakingni writing qilmayapti-ku. Gapirish kerak, oddiy qilib tushuntirgan. Oddiy mana bola ham o'zi tug'ilgan paytimizda jiji bo'lganmiz-ku. Hozir biz ingliz tili o'rganuvchilari men o'zi tushuntirayotganimda o'zi yangi til, begona tilga hozir sizlar jijideksizlar. Endi o'rganyapsizlar. Bu degani chaqaloq. Bizda jiji deyiladi. Chaqaloq deymiz. Ya'ni o'sha o'rganayotgan paytimizda, o'zbek tilini o'rganayotgan paytimizda ham sekin-sekin lug'atlarni yiqqanmiz, eshitganmiz atrofdagilar, keyin gapirishni boshlaganmiz-da. Agar o'sha paytda xato qilib, boshqa qilib qo'rqib qolganimiz, hozir gapirmaslik misol uchun. Ya'ni nima demoqchiman? Gapirib boshlaganmiz o'sha paytda ham o'zbek tilimiz. Boshqa narsa qilmaganmiz-ku. Ingliz tili ham xuddi shunaqa, ya'ni gapirishimiz kerak. Ko'proq gapirib yurib, shu general speaking deyapmiz-ku, umumiy gapirish. Ya'ni har xil topiklarda gapirib yursak, o'zi ancha foyda bo'ladi. Yaxshi. General holatda writingni oshirishda nima qilishimiz kerak? Buni yozishimiz kerak ko'proq. Sıfırdan yuqori balo olmoqchi bo'lganlar nima haqida ko'proq yozsa, Xurshidbek? Instagramdagi videolarni kommentariyasi inglizcha yozish kerak. Chunki bizda writingda blog post bu ko'pincha bizda o'sha narsani ommaviy bo'layotgan muammolarni, ya'ni Facebookda, Instagramga yoki qanaqadir social websaytga, ya'ni siz o'zingizni fikringizni bildirib yozing deydi. Ya'ni shu joylarga inglizcha o'ylab, inglizcha yozib ko'rish kerak deb o'ylayman. Shuni oshadi. Zo'r oshadi. Ko'rdinglar mana qanaqadir struktura yodlab olib, faqat shablon bilan gapni o'tirmaslik kerak ekan. Borib tars inglizcha gapirib yozib tashlash kerak. Freestyle writing bor. Biz o'zimizda bitta ustoz bor. Mana shu nimasi zo'r. Freestyle writing beradi. Imini bitta topikka bog'lab qo'ymaydi bolani. Ya'ni o'zingni qiziqishingdan maqib turib, kelib chiqib turib, xohlaganingni menga mana shuncha so'zli writing yozib berasan deydi. Hammada erkinlik bor. Mana shunday yozish ko'nikmasiga o'zi rivojlantirib qiziqqan narsasiga yozadi, o'zi xohlaydi-da. Misol siz bitta narsani berarsiz, ikkitasi qiziqar, uchtasi qiziqar, qolganlari umuman o'ziga to'g'ri kelmaydigan yoki idea topolmaydigan emas. Misol oxir nima qiladi? ChatGPTga kiradi, hozir oson, cheat qilish, boshqa qilish, yozadi, tashlaydi menga, bitta tashlab bergan, jigar deydi. ChatGPT ham olib bo'ladi deydi, yo'q demaydi ChatGPT ham. Tezda oladi-da, tashlab qo'yadi ustoz. Yaxshi. Xo'p, reading bor bizda. Readingda nima qilaylik? Readingda so'z yodlash kerak. Please learn vocabulary. Chunki mana shu o'zi vocabulary hamma skillda bitta core deb olsa ham bo'ladi. Aytaylik, reading boshlash o'zi umuman ingliz tilini o'rganishni deb gulni o'stirish, ko'chatni o'stirish deb oladigan bo'lsak, ya'ni uni yaxshi o'stirish uchun nima qilamiz biz? Suv quyamiz har kuni. Ya'ni qaraysiz har kuni, e'tibor berasiz. Qishda atrofini o'raysiz, yozda quyoshdan to'sasiz. Ya'ni unga suv berish, uni o'stirish bu ingliz tilida xuddi vocabulary yodlash deyapti. Ingliz tilini o'stirish. Ingliz tilini biz ko'chat deb oladigan bo'lsak, uni parvarishlash, so'z yodlashda xuddi suvdek gap. Suv va hayot. Zo'r o'xshatishlar qilyapsizlar, bor. Demak, readingni rivojlantirish uchun, nafaqat reading, boshqa skilllarni ham rivojlantirish uchun, demak, so'z boyligiga ko'proq urg'u berishimiz kerak. Qayerdan o'rganaylik so'zni? So'zni har xil anaqalarga yugurmaslik kerak. Mana Sefer o'rganayotgan bo'lsa, meni maslahatim, Sefer yechayotgan testini ichidagi so'zlarni o'zi yetib ortadi o'quvchiga. Chunki bitta tarafi bor. U juda akademik emasmi? Mana hayotda ishlatib bo'lmaydigan so'zlar emasmi? Chunki o'zi Sefer testidagi bizga kerak bo'ladigan o'sha nima akademikda o'zi asli. Keyin yana bitta foydasi uni Sefer testidagi o'sha o'rganayotgan lug'atni keyingi testga yana qaytarish ehtimoli bor. Keyingi testni o'zi ko'radi, o'rgangan bo'ladi, bemalol tushunib ketaveradi. Ya'ni har xil so'zlardan foydalanishadi ko'pchilik. O'zi lug'atni yodlash bu tanlab yodlamaslik kerak-da. Ya'ni ko'zi ko'rib turgan narsani inglizchasini bilmayaptimi, nima yodlash kerak o'sha narsa. Zo'r g'oyalar chiqyapti sizlardan. Ya'ni misol uchun umuman o'tirib olib, ya'ni testdagi vocabulary qanaqa daftarchaga yozib olib, kitobga yozadimi, ya'ni testga yozadimi? Yo'q. Ko'chada yuradi hamon ham, to'g'rimi? Ko'chada ketyapsiz, bitta aytaylik reklamani, bunday bannerga ilingan reklama inglizchasini bilmaysiz. O'shani inglizchasi qanaqa bo'ladi o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni unga curiosity kerakda, qiziqish kerak qoladi. Hamma ham qiziqish yo'q, bu narsa. Demak, mana shuni ikkiga bo'lib olsak bo'ladi, mana shu maslahat. Ya'ni juda ham qiziqqon bo'lgan, ingliz tilini haqiqatda yaxshi ko'radigan bolalar bo'lsa, mana kuzatayotganlarimiz orasida ular atrofidagi jamiki narsasiga qarasa, inglizcha variantini bilmaydimi? O'rganib yodlab ketaversin.
endi yo'q menga ja qiziq qolib kerak emas, men уже seferdan bilim olsam bo'ldi. 50% ham yetadi deganlar. Yetadi deydiganlar bo'lsa, faqatgina shu ustozinglar berayotgan reading testlari yoki artiklar ishdagi so'zlarni yaxshi yodlasalar ham o'shani o'zi yetib ortar ekan. Xo'p, juda ham yaxshi. Endi listening o'tsa bo'ladi menimcha. Xo'p, reading vocab kerak bizga. Writing uchun ko'proq yozib turish kerak. Instagramlarga, YouTube'larga borib kommentlarni. Speakingga bo'lsa, xohlagan mavzuda gapirib turish kerak. Listeningga nima qilaylik? Hozir aytgan narsam. Ma'nosi eshitish, ko'proq eshitish kerak. И o'zi qiziqqan yo'nalishlar bo'lsa, misol uchun qizlar cookingga qiziqar. Qizlar cooking misol uchun ovqat qilishga, bloglarga, misol uchun YouTube'da ko'p o'shanga doir narsalar, ya'ni o'zingiz qiziqqan narsada nimadir ko'rsangiz, tushunasizda, xohlaysiz tushunishga. Va esingizda qoladi, eng muhimi. Ha, esingizda qoladi keyin. Keyin haligi narsa o'z-o'zidan ham sizga foyda keltirishni boshlaydi. Imminali ustozingiz bergan qiziqmaydigan bo'lsa, misol uchun ustozingiz bitta futbolga o'zini qiziqishiga nima qilib turib futbolga doirini tashlab qo'ygan, qizlar endi futbolga qiziq olmasa kerak emas. Qaraydi. Eshitsa ham bunday tushungisi kelmay, xohlamasdan eshitadi. Baribir willingness bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, mana shu joyda demak yagona source yo'q, yagona bitta yechim yo'q listening oshirish uchun. Demak, iloji boricha o'zimiz qiziqqan qanaqadir mavzularni ko'proq eshitishimiz, ko'rishimiz kerak. Muhimi eshitish kerak. Listening qilish kerak ko'pincha. Zo'r. Sizda qanaqa fikrlar? Menda ham shu, ya'ni ko'proq ya'ni consume qilish kerak ingliz tilini. Input. Ya'ni eshitish ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni ko'p o'quvchilarda bor odat, mana misol uchun maslahat beryapti Abdulboy, oddiy maslahat. Misol uchun listening nima qilish kerak? Listening eshitish kerak bo'ldi. Yo'q. Ular nima kutadi? O'quvchilar kutilmasa, qanaqadir magic bo'lishi kerak. Siz borib uyda shu damlamani ichsangiz, Asterix ular ochilib ketadi. Yoki strategiyalar. Strategiyalar mana bir haftada imtihonga tayyorlanayotganda o'zi mana seferga tayyorlanadi. Sefer o'qilmaydi, ko'pchilik tushunchasi. Sefer o'qilmaydi, seferda o'qiladigan narsa yo'q. Seferga tayyorlanadi, general English o'qiladi. Ya'ni acquire olinadi. Seferga tayyorlanadi, imtihon standart o'shanga moslashib tayyorlanadi. Ya'ni listeningda bizda 6 ta part bo'ladigan bo'lsa, 6 ta partni qanaqa qilib yechish bo'yicha bitta ustoz 2 ta darsni bemalol tushuntirib beradi o'quvchiga. U paytgacha o'quvchi o'sha A2 dan boshlanib C2, C1 darajaga chiqadigan audioni tushunadigan darajada ingliz tilida command bo'lishi kerak. Buning uchun o'sha har xil aksentda, har xil mavzuda podkastlar, kinolar, umuman qiziqish bo'yicha narsalar ko'rib yurish kerak. Ya'ni eng muhimi ustozni bergan gapiga follow qilish kerak. Ya'ni maslahat olinadi, qilinmaydi. O'quvchilar maslahat olish bo'yicha zo'r, lekin follow qilish 1 kun, 2 kun xolos. Ko'pchiligidan emas, endi ayrimlari bo'lishi mumkin. Ayrimlarda juda ko'p. Biz endi ko'rganimiz bo'yicha ko'pchilikni ko'rdik-da. Xo'p, yaxshi. Qarang, mana general English bo'yicha ancha-muncha gaplashdik. Self study qilib ham o'rgansa bo'ladimi general English? General English. Endi men o'zimni shaxsiy fikrimga to'xtaladigan bo'lsam, baribir qanaqa sohada ketishimizdan qat'iy nazar bitta ustoz bo'lish kerak boshimizda. Endi ko'pchilik emas, o'quvchilarni oladigan bo'lsak, ba'zilarda haqiqatan sharoit bo'lmasligi mumkin. Misol uchun-da, ustozga borishga yoki qatnashishga, boshqa qilishga. Mana shu joyda endi o'sha baribir o'shaligi willingnessga borib taqaladi bu joy. Chunki siz ustingizda tergab turadigan kimdir bo'lmagandan keyin o'zingizda xohish bo'lmasa baribir tashlab qo'yasiz. Ya'ni o'zingiz xohlab, o'zingiz haqiqatan ham o'rgan. Lekin xohish bor, harakat qilmoqchisiz, olmoqchisiz, bemalol men o'ylayman, general Englishda ham, seferda ham uyda self study qilsa bo'ladi. Faqat qiyinroq. Baribir ustoz, chunki ustoz u yo'lda bosib o'tganda, ustoz biladi. Bu siz ustoz bosib o'tgan yo'llarda, o'sha qiynalgan yo'llardan siz yurib bergan bo'lsangiz, ustoz ko'radi-da, to'xta deydi. Bu yo'lda men bunaqa qilganman, bu yerda bunaqa qiynalganman. Masalan, bundan yurgan oson yo'llaringizni ko'rsatishi mumkin. Endi self study qilayotganingizdan keyin tabiiyki ustoz bo'lmaydi sizda. Nima bo'ladi? Ana baloga yo'l deydi-yu. Yuraverasiz. Hamma narsani qilib ko'radi. Tushunasiz. Yaxshi. Sizda qanaqa fikrlar bu bo'yicha? Xuddi shu. Bitta ustoz aytgandilar, bitta ustozimiz aytgandilar. Tog'ga o'sha chiqib bo'lgan, tog'i cho'qqasida turgan odam bo'lsa, siz tog'i tepasiga chiqish uchun yangi yo'l qidirishingiz shart emas. Bu yoqqa kirib ko'rib, bu yoqqa kirib ko'rib, bu yog'idan yurib ko'rsangiz, berk yo'l, bu yoqqa borib ko'rsangiz, oyog'i g'ori bor, o'sha bo'lmaydi, yurolmaysiz, qaytasiz, yana nimadir qilib ko'rasiz. Eng oson yo'li tog'i cho'qqisiga chiqqan odamdan, qanaqa qilib chiqding? Men ham chiqmoqchiman orqangdan deb so'rab, u yo'lga bosib o'tgan yo'ldan bosib o'tish yaxshi bir variant bo'ladi deyishgan ekan. Demak, qaranglar, general Englishni nima qilish kerak? Mana har bitta section bo'yicha, har bitta skill bo'yicha nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak mana aytib o'tildi. Buni xolislar uyda qilib ko'ringlar.
Lekin sizlarga eng tavsiya qilinadigan bitta ustoz topib, bitta ustozni qo'lida tartibli holatda o'rganib chiqish ko'proq tavsiya qilinar ekan. Vaqt tejaydi keyin. Vaqt tejaydi. Tejaydi ancha. Chunki baribir uyda motivatsiyaga taqalib qoladi ish. Video ko'radi, 8 olgan yoki 7 olgan odamni ko'radi, dopamin oshadi, bosaman deydi, 2 kun harakat qiladi, 3 kun harakat qiladi. O'sha ustoz yo'q, tergab turadigan vazifa nima qilmading, boshqa yo'q. Bu tushadi haligi dopamin. O'zundan keyin yana o'zini cho'zib boraveradi. Ertaga boshlayman, haftadan boshlayman. Zo'r. Demak, umumiy xulosamiz qanaqa? Umumiy xulosamiz faqatgina praktika orqali sıfırdan yaxshi ball olib bo'lmaydi. Sıfırdan yaxshi ball olmoqchimizmi? Demak, general Englishimizni, ya'ni umumiy ingliz tilimizni yaxshilashimiz kerak. Umumiy inglizning ichiga writing kirdi, speaking kirdi, reading kirdi, listening kirdi va albatta vocabulary, ya'ni so'z boyligi va grammatika kirdi. Bularni yaxshilashlik uchun albatta bitta ustozni qo'lida o'qishimiz yaxshiroq variant bo'lar ekan. Biz o'ylaymiz, mana shularga amal qilgan holatda sizlar sıfırda yuqori ball ola olasizlar. Meni qiziqtirgan bitta savol bor. Sıfırni tezroq olish imkoni bormi o'zi? Juda bir tez o'rganganda qancha muddat tavsiya bo'ladi? Agar har kuni darsga kelgan, o'sha gaplashishda offline o'qigan holatda har kuni darsga kelib, kuniga 3-4 soat sarflagan bo'lsa, 5 oyda maksimum olsa bo'ladi. Chunki o'zimiz noldan, chunki o'zimiz men hozir o'tgan yili kuz oyidan o'qitdim, ya'ni intensiv kurs. O'shanda hisoblab ko'rdim, bitta o'quvchim o'sha oldida bitu jami o'qigani shu oktyabrda boshlangan u guruh, fevral oyida imtihon topshirib bitu olgan. Faqat endi hammaga ham applicable emasda buni. Mana shuni ham tushuntirib ketish kerak. Ya'ni noto'g'ri perception bo'lib qolmasin. Men ham kelsam 5 oy o'qisam olaman. O'sha ustoz aytib o'tgandek qiyinchiliklarga chidash kerak. Bir kunda 4 soatdan vaqt sarflay olish kerak. Har kuni qoldirmasdan kela olish kerak. Vazifalar to'liq bo'lishi kerak. Aytilgan ishlarning hammasini 100% olish kerak. Mana shunda chiqsa bo'ladi. Endi 5 oyda olgan. Ko'pchilik shu 5 oyda ozini oladi-da, bo'ldi. Men ham ola olaman deydi. Keladi, ko'radi, hech narsani qilmaydi, chala qiladi, boshqa bo'ladi. Keyin oxiri nima bo'ladi? Ola olmaydi. Keyin aytadi, "Pisaldim. Men aldanibman." Ya'ni bizda shunaqa narsa bo'lgan. U o'quvchilar o'sha noldan boshlagan paytida o'sha umuman men rostini aytaman, homework bitta ham qoldirmagan. Tim bo'lib ular maktab o'quvchilar bo'lmagan, katta odam bo'lgan. Universitetda o'qigan odam, ishlaydigan odamlar bo'lgan, o'zlari ustoz bo'lgan. Ya'ni oilali odamlar bo'lgan. O'shalar harakat qilganda shu homework qilgan sababli, dars qoldirmagan sababli har kuni nima deydi, general English kuchli bo'lib chiqqanda seferga biz shu 22-25 kun atrofida uzoq bo'lsa 1 oy tayyorlanganmiz. Ya'ni darajalari o'sha B2 darajaga chiqib qolgan o'shanda. Zo'r. Demak, tez olsa bo'lar ekan bolalar. Bu uzoq muddatli yo'l emas ekan aslida seferdan B2 olish, to'g'rimi? Faqat buni chidash kerak bo'lgan joylari bor. Mashaqqatli bo'ladi boshqa. Nima deydi? Haligini toqqa chiqmasang do'lona qayda deydi-yu. Do'lona yeyish uchun toqqa chiqish kerak. Toqqa chiqish mashaqqatiga chidash kerak. Chidagan odam albatta do'lonaga yetib boradi, xuddi shunaqa. Demak, biz ham shu joylarga chidashimiz kerak ekanda. Yaxshi va ikkinchi masala bu solishtirish masalasi. Kimdir o'zi 5 oyda olyapti yoki 6 oyda olyapti degani siz ham albatta olishingiz kerak yoki ola olasiz degani emas. Hammani background har xil bo'ladi, kelib chiqish har xil bo'ladi. Kimdirlar yoshligida shu inglizni eshitib, katta bo'lgan bo'lishi mumkin ochig'i, yoki atrofidagi odamlar mehnatkash, o'zini ustida ishlaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Shunaqa. Agar mabodo siz atrofingizda unaqa push qilib turadigan, davay o'qimasang bo'lmaydi, turadigan odam bo'lmasa, albatta olishingiz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu ko'p variables deymiz, nima deymiz, o'zbek tilida nima deydi? Variables. Har xillikka, omillarga bog'liq bo'lar ekan. Mana shu jihatga ham e'tibor berar ekanmiz. Albatta mumkin tez olsa, faqat buni chidab berish kerak bo'lgan joylari bor ekan. Yaxshi. Keyingi savolim bor. O'zi shunga aloqador ekan. B2 olish uchun yoki sıfırdan yaxshi bir ball olishlik uchun hamma narsadan voz kechib qo'yib, hamma narsadan qarindoshlar to'yiga bormasdan, tarki dunyo qilib, uzlat qilib va yodda olib o'qish kerakmi? Yo, boshqa yo'llari ham bormi? Bu ham nimaga bog'liq? O'quvchini taypiga bog'liq. O'quvchi tez olib ketadigan, ya'ni o'quvchilar har xil bo'ladi-ku. Kimdir gapirganini izoh oladi, kimdirlarga olish qiyin bo'ladi. Ya'ni bu o'quvchining aybi emas. Ya'ni shunaqa agar olishi qiyin, o'ziga informatsiyani olish qiyin o'quvchi bo'lsa, bu rostdan qattiqroq mehnat qilish kerak. Lekin darsda o'zida ustozdan yetarlicha ma'lumot topib chiqadigan o'quvchi
unaqa darajada tarki dunyo Yotib olish shart qilib emas. yotib olish shart emas. O'zi mana Abdulboriy sizlar tavsiya qilasizlarmi shu yotib olib hamma narsadan voz kechib tarki dunyo qilib faqat bor kuchini shu ingliz tilini o'rganib safar topshirishiga tavsiya qilasizlarmi shuni? Ha, o'zimni anaqani aytsam bo'ladimi? Storyman, background story. Xuddi shu ish menda bo'lgan. Men xuddi shunaqa tarki dunyo qilganman, qattiq o'qiyman. Men miyamda qanaqa bo'lgan desa, xuddi shu ishni qilsam bo'ldi. Men уже 8 ham boraman. Wild tayyorlanishda bo'lgan faqat. U 4 yilmi bo'lyapti unga. Nima bo'lgan? To'ylarga haqiqatan bormaganman. Hech kimga bormaganman. Keyin mahalla bilan bunday uydagilar bilan gaplashsam, kimdir o'tib qolganini uydagilar bilan gaplashib bilganman. Shu darajada men tarki dunyo qilib yuborganman. Lekin oxiri nima bo'lgan natijasi 6 olganman. Aytsan shu darajada 6 olganman. Keyin undan keyin o'sha hozir gaplashganimiz General Englishga harakat qilib turib 2 oy tanlangan IELTSga 7 olganman undan keyin. Demak mana shu yerda me'yor bo'lish kerak. Me'yor bo'lish kerak. Asalni ham oshirin deydi. Juda yengil qarab olmasligi ham kerak asli. Ammo men shunaqa qilib olganman. Qanaqa? Ya'ni tarki dunyo qilganman, lekin o'sha yaxshi natija olganman. Hamma tavsiya qilasiz Men tavsiya qilaman. Ya'ni agar muhim ishlar bo'lmasa, qancha ko'proq ishlashini, relax qilib ishlashini, u ya'ni o'zini majburlab emas. Menga yoqqan shunaqa qilish. Menga yoqqan misol uchun ko'p o'tirib dars qilish. Men boshqa qilayotgan ishman bo'lmagan. Ovqatimni ham hamma joyga olib kirib berishgan onamga. 2 oy davomida xuddi shunday tayyorlanganman. Rostdan men ham to'ylarga bormagan, boshqa ham qilmaganman, qarindoshlar. Tushunish kerak joyi bor-da. Tarki dunyo umuman hamma narsadan kech olish deyapti. Haqiqatan qattiq o'qib olish mumkin. Lekin men o'ylayman, juda unaqa biz qilgandek to'ylarga bormasdan, mahallaga qo'shilmasdan, unaqa narsalar qilmaslik kerak deb o'ylayman. Men unaqa uzilib olmaslik kerak. Harakat qilish kerak, qolganlardan ko'ra qattiqroq. Soat 5 soat o'qir, 6 soat o'qir, lekin men o'ylamayman, hamma narsadan kech olish shart emas. O'zini qiziqishlari time management bilan. Shunaqa. Misol, o'zini hobbilari bo'lishi mumkindir-da. Baribir odam ozgina dam olish kerak. Faqat o'qursa, stress. Zo'r, yaxshi. O'zini nimasidir bilan shug'ullanib turish kerak, qiziqishlari bilan, hech bo'lmaganda. Tashlab yubormaslik kerak juda. Ya'ni savolda o'sha tarki dunyo deyilganligi uchun aytyapman. Endi yotib olib umumanda. Demak, vaziyatga qarab. Demak, siz agar misol uchun bizni kuzatib turgan shu aziz o'quvchi, agar siz ustozingiz qo'lida o'qiydigan bo'lsangiz, ustozingizdan so'rang, men qanaqa turdagi o'quvchiman, nima deb o'ylaysiz? Men hamma narsadan voz kechib o'qiy olamanmi yoki boshqa narsalarni ham me'yorda ushlab o'qib ham natija qila oladigan odammanmi desangiz, katta ehtimol bilan ustozingiz sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishadi. Mana bugungi podkastimiz sonini ham yakunlab oldik. Bugungi sonimizda safarga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bo'lib turadigan muammolari ayrimlarini ko'rib chiqdik va hamma tomonlama fikrlar, yechimlar berishga harakat qildik. Biz o'ylaymizki, mana shu yechimlar sizga manfaatli bo'ladi va safardan yuqori ball olishingizga yaqinda yordam beradi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.